Ong osti nima va uni so'zlar qanday o'zgartirishi mumkin? Inson aytgan har bir so'z ong ostiga berilgan bir buyruq misolidir. So'zlar ong ostiga nimaga ishonishni, nimani haqiqat sifatida qabul qilishni tavsiya qiladi. Gap shundaki, so'zning kuchi uning qanday eshitilishida yoki sehrli tovushida emas. Har bir so'z muayyan tebranishdir. Bu tebranish tananing har bir hujayrasiga ta'sir qiladi. Lekin so'zning asosiy ta'siri ongni qayta shakllantirishdir. So'zlar inson ongining ichki tartibini o'zgartiradi va ong ichidagi energiyani harakatga keltiradi. Inson hayoti uning ongining tashqi aksidir. İchki dunyo, e'tiqodlar va qarashlar tashqi dunyoni shakllantiradi. Inson reallikni qanday ko'rsa, hayotni ham shu ko'rish orqali yashaydi. Agar reallikni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avvalo ongni qayta shakllantirishingiz lozim. Chunki tashqi dunyoda majburlab qilingan o'zgarish barqaror bo'lmaydi. Sizning hozirgi hayotingizdagi holat o'tmishda o'ylangan fikrlarning yig'indisidir. Bu yerda tasodif yo'q. Inson nimani ko'p o'ylagan bo'lsa, o'sha tomonga harakat qiladi va oxir oqibat shu holatga kelib qoladi. Shuning uchun fikrni boshqara olgan odam o'zini ham boshqara oladi. So'zlar esa fikrni qayta shakllantirishning eng oddiy, biroq eng ta'sirli vositasidir. Qayta aytilgan so'z ong ostiga o'tadi. Ong osti esa nimaga e'tibor berishni, nimani o'ylashni belgilaydi. Bu fikr hissiyotga aylanadi. Hissiyot esa harakatga kuch beradi. Harakat insonni va uning ichki hayotini shakllantiradi. Shu zanjirni anglagan odam uchun o'zgarish tashqaridan emas, ichki holatdan boshlanadi. Shu sababli agar inson biror holatni to'xtatmoqchi bo'lsa, u holat bilan til orqali kurashishni shart qilib olishi lozim emas. Masalan, men bundan voz kechaman degan so'zning o'zi ong ostida o'sha narsani yana qayta jonlantiradi. Chunki ong osti inkorni, negativni ajratmaydi. U faqat asosiy so'zni, o'sha so'zning ma'nosini oladi. Shuning uchun to'xtatmoqchi bo'lgan narsani emas, ega bo'lmoqchi bo'lgan holatni, narsani aytish, til bilan ifoda qilish kerak. Masalan, men intizomliman, men irodaliman, men barqarorman, men samimiyman. Ana shu so'z ongni qayta tarbiya qiladi. Bu ishni ma'lum vaqt yoki maxsus payt bilan cheklash shart emas. Qachon imkoniyat bo'lsa, takrorlash kifoya qiladi. Ovoz chiqarib, bo'lmasa ichida. Maqsad ongni sekin asta
yangi holatga moslashtirish, tarbiyalash, o'rgatish. So'zlar shu ma'noda kuchli. Ular e'tiqod tizimini, dunyoqarashni o'zgartiradi. E'tiqod o'zgarsa, fe'l atvor ham, hayot ham o'zgaradi. Bu yerda yana bir muhim nuqta bor. So'zlar faqat fikrni emas, hissiyotni ham uyg'otadi. Qayta aytilgan so'z, ya'ni diniy terminologiyadagi zikr va duo ichingizda muayyan holatni paydo qiladi. Chunki fikr, hissiyot va harakat yaratishning 3 bosqichidan biri hisoblanadi. Hissiyot bu harakatdagi energiyadir. Inson bir holatni avval his qila boshlasa, unga mos hayot ham asta-sekin shakllana boshlaydi. Bu sehr emas. Bu ongni qayta dasturlash, ya'ni teskari muhandislikdir. Agar inson ichida tartib bo'lmasa, hissiyotlar, fikrlar boshqarilmasa, ular tarqoq shaklga kelib qoladi. Tashqi hayot ham shu holatni aks ettiradi. Binobarin inson uchun hayot o'ta xaotik, bir ma'noga ega bo'lmagan minglarcha hayol va fikrlarning to'zg'in kabi inson miyasida u tarafdan bu tarafiga suzib yurishi bilangina cheklanib qoladi. Shuning uchun masala tashqi sharoitni o'zgartirishda emas, ongni qayta qurishdadir. So'zlar, ifodalar, pozitiv his va hayollar esa bu vazifa uchun eng samarali vositadir.